Milliy sertifikat imtihoni uchun misollarni ko'rishda davom etamiz. Aniq integralni hisoblang degan misol berilgan keyingi savolda. Xo'p, birinchi bundan boshlang'ich olamiz, chegaralarni keyin qo'yib ko'ramiz. Boshlang'ich qanday olinadi? Demak, mana bu x ni differensial ostiga boshlang'ich olib kiritsak, ikkinchisini mana bu funksiyani o'zgaruvchisi bilan bir xil bo'lyapti. X kvadrat taqsim 2 bo'ladi. 1 taqsim 2 ni integral belgisi oldiga chiqarib yuboramiz. Bu yerda sinus x kvadrat qoldi. Mana endi dx kvadrat. Xo'p, sinusdan boshlang'ich olishimiz kerak. Sinusdan boshlang'ich minus kosinus bo'ladi. Minus kosinus x kvadrat taqsim 2. Taqsim 2 ham bor, chunki mana boshlang'ich olib integral differensial ostiga kiritganimizda x kvadrat taqsim 2 bo'lgan. Taqsim 2 mana bu yerda turibdi. Ana endi biz chegaralarni 0 dan ildiz ostida pi taqsim 2 gacha deb qo'ya olamiz. Yuqori chegarani qo'yganimizda kvadrat ildizda qutqaradi. Shunda pi taqsim 2 qoladi. Kosinus pi taqsim 2 da demak 0 ga teng. Buni yozib tursak ham bo'ladi. Kosinus pi taqsim 2 taqsim 2 bo'lib qoldi. Shuni ayirib yuborish kerak. 0 ni qo'yganimizda minus turibdi. Kosinus 0 taqsim 2 bo'lib qolyapti. Xo'p, shunda kosinus pi taqsim 2 da 0 ga teng, 0 bo'lib qoldi. Bunisi esa kosinus 0 da 1 ga teng. Demak, 1 ga teng bo'lsa 1 taqsim 2 bu plus bo'lib ketadi keyin. Plus 1 taqsim 2. Bu yerda javob 1 taqsim 2 A varianti to'g'ri bo'lyapti. Videoga like bosib, menga obuna bo'lib qo'ying. Milliy sertifikat imtihonida 36-misolda doim bitta tenglama tushadi. O'sha tenglamaning ildizlar soni yoki ildizlar yig'indisi, eng katta, eng kichik ildizlari shunga o'xshagan savollar beriladi. Demak, hozirgi savolda biz belgilash olib ishlashimiz kerak. Xo'p, mana bu x kvadrat minus x plus 1 ni bitta kvadratini a deb belgilab olsak, shunda mana bu 4-darajasi a ni kvadrati bo'lib qoladi. Keyin x kvadratni b deb belgilasam, x ni 4-si b kvadrat bo'lib qoladi. Ana endi biz belgilashga qo'yib yozamiz. A kvadrat minusdan 10 ta ab plus 9 ta b kvadrat teng 0. Buni ko'paytuvchiga ajratsak, a minus b bilan a minus 9 ta b teng 0. A teng b bilan a teng 9 ta b. Demak, a ni o'rniga endi biz nimani a deb belgilash olganmiz? X plus 1 ni qavs kvadratini. X kvadrat minus x plus 1 ni qavs kvadratini biz a deb belgilaganmiz. O'shani b ga tenglash kerak. B ni nima deb belgilaganmiz? X kvadratni o'zini. Mana x kvadratni b deb belgilaganmiz. Ikkita tomondan kvadratlar tashlab yuborganimizda mana bunday ishlashimiz kerak. Birinchisi, demak x kvadrat minus x plus 1 ni x ni o'ziga plusligiga tenglab ko'rishimiz kerak. Bu yerdan xo'p, bu x bir tomonga o'tsa x minus 1 ni qavs kvadrati bo'lib qoladi va x teng 1 bo'lib qoladi. Ikkinchisi, demak, xuddi shu narsani minus x ga ham tenglab ko'rishimiz kerak. X kvadrat minus x plus 1 teng minus x. Plus minus deb tenglashimiz kerak. Demak, minus x bu tomonga o'tadi-da, bular 0 bo'lib ayrilib ketadi. X kvadrat teng minus 1 bo'lib qoldi. Bu bo'shliqlar. Bu yerda yechim yo'q. Bitta yechim topdik hozircha. Xo'p, endi ikkinchisi, o'sha a ni x kvadrat minus x plus 1 ni kvadratini demak biz tenglashimiz kerak mana. A ni 9b ga tenglashimiz kerak. 9b bizda x kvadrat edi. X kvadratga tenglashimiz kerak. Xo'p, endi nima bo'ladi? X kvadrat minus x plus 1 birinchisida demak teng bo'ladi 3x ga. Bir tomonga o'tsa x kvadrat minusdan 4x plus 1 teng 0. Bunda ikkita ildizi bor. Ikkinchisi, x kvadrat minus x plus 1 ni biz minus 3x ga ham tenglab ko'rishimiz kerak. Bir tomonga o'tganda bu x plus 1 ni qavs kvadrati bo'lib qolyapti-da, 0 bo'lsa x teng minus 1 chiqyapti. Shunda o'rtoqlar, ildizlar soni so'ralgan. Ildizlar soni mana bu yerda bitta 1 chiqdi, mana bu yerda minus 1 chiqdi. Mana bu kvadrat tenglamada ikkita ildizi bor. Diskriminanti musbat, jami 4 ta ildizi mavjud ekan. Va ildizlar yig'indisi so'ralgan. Ildizlar yig'indisi mana bu yerdan Void teoremasi foydalanamiz. x1 ga x2 ni qo'shsak 4 ga teng. 4 1 minus 1. 4 qo'shuv 1 qo'shuv minus 1. Xo'p, bu ham 4 bo'lib qolyapti. Demak, ildizlar yig'indisi ham 4 ga teng ekan. Videoga like bosib, menga obuna bo'lib qo'ying. Milliy sertifikat imtihonigacha 150 ta sertifikat darajasidagi misollardan ishlab ko'rsataman. Biz 37-misollarga namuna ko'ramiz navbatdagi videoda. Xo'p, bu yerda nima deyilgan? Sinus x sinus 5x teng 2 ta kosinus 2x ga. Buni yig'indi formulasidan foydalanamiz. Demak, 2 ta sinus qo'shib 2 ga bo'linadi. Qo'shsak 6x bo'ladi, 2 ga bo'lsak 3x bo'ladi.
Kosinus ayirib 2 ga bo'linadi. 5 dan 1 ayirsak 4, 2 ga bo'lsak 2x teng 2 ta kosinus 2 ta x bo'ladi. 2 lar qisqartirib yuboramiz. Kosinus 2x lardan bemalol bo'lib yuborsak bo'ladi. Faqat tenglamada bo'lib yuborilgan narsani 0 ga tengligini olib qo'yishimiz kerak. Kosinus 2x teng 0, 2 ta x teng kosinusi 0 ga teng bo'lgan nuqtasi 90 da davri pn bo'ladi. 2 ga bo'lib yuborsak p taqsim 4 plus pn taqsim 2 bo'lib qoladi. Ana endi bu yerda qolayotgan narsa sinus 3x ning 1 ga tengligi qolyapti. Endi sinus qachon 1 ga teng? 90 gradusda 1 ga teng, pi taqsim 2 va bu yana aylanib 90 gradusga kelishi kerak, shuning uchun davri 2 ta pn bo'ladi. Endi 3 ga bo'lib yuboramiz, x teng pi taqsim 6 plus 2 ta pn taqsim 3. Endi birinchi savolga e'tibor bersak, tenglamaning eng kichik musbat yechimini toping deb aytilgan. Eng kichik musbat yechimi, demak n lar o'rniga son qo'yib topib ko'rishimiz kerak. N lar o'rniga 0 qo'yganimizda mana bu x1 ning eng kichik musbat yechimi p taqsim 4 chiqadi. Bunda esa 0 qo'ysak n o'rniga p taqsim 6 chiqadi. P taqsim 6 degani 186 ga bo'lsak 30, 4 ga bo'lsa 45. Qaysi kichkinaroq ekan? Demak 30 kichkinaroq bo'ladi. P taqsim 6, demak mana shu tenglamaning eng kichik musbat yechimi hisoblanadi. Xo'p, B savoliga navbatdagi videoda, bundan keyingi videoda oson yechim olishni o'rgatib o'taman. Video biroz qisqaroq bo'lishi uchun B sini keyingi videoga qoldirdim. Bundan oldingi videoda mana shu 37-tenglamaga doir bir savol ko'rgan edik. Birinchi savolni p taqsim 6 degan javob chiqargan edik va bizda mana shu tenglamalar hosil bo'lib qolgan edi. Sinus 3x teng 1, kosinus 2x teng 0. Endi qarang, yechimlar sonini topishda, oraliqda yechimlar sonini topishda bitta oson yo'li bor. O'sha yo'lni o'rgataman. Demak, sinus 3x teng 1, siz mana bu x ni oldidagi koeffitsiyentni siz davrga ko'paytirib oling. Oraliqqa 0 u p ga, demak 3 ko'paytirib olamiz. 0 ni 3 ga ko'paytirsak 0. Shunda p ni 3 ga ko'paytirsak 3p. 0 u 3p oraliqda biz sinusni 1 ga teng bo'lgan nuqtalarni sanab qo'yish kifoya bo'ladi bu yerda. Demak, sinusning 1 ga teng bo'lgan nuqtasi 90 gradusda mana bu yerda bor. Biz 0 u 3p aylantiramiz. Mana 0 dan boshlaymiz. 1 aylanib kelsak 2p ga yetib kelamiz. Yechimlar bitta bo'ldi. Yana 1 aylanib mana shu yergacha kelsak 3p shu yerda bo'ladi. Mana. Demak, 2 marta o'tdik. Mana shu nuqtadan 2 marta o'tdik. Bu yerda 2 ta ildiz bor ekan o'rtada. Ana endi keyingisiga o'tamiz. 2x teng 0 bo'lsa, mana bu oralig'ini 2 ga ko'paytirib oling. 2x bo'lgani uchun 2 ga ko'paytirib olasiz. Xo'p, keyin 2 ga ko'paytirsak 0 u 2p bo'lib qoldi. 0 u 2p. Ana endi biz kosinusning 0 ga teng bo'lgan nuqtasini belgilaymiz mana. Kosinusning 0 ga teng bo'lgan nuqtasi 90 da va 270 da. Endi o'sha yerlarda biz sanab qo'yamiz, 0 u 2p da nechta ildizi bor? Mana aylantiryapmiz. 1 aylanib kelsak, o'zi 0 u 2p aylanamiz. Va biz 2 marta yechimlardan o'tib ketdik. Bu yerda 2 ta ildizi bor ekan. Demak, jami 4 ta ildizi mavjud ekan. Trigonometrik tenglamalarni yaxshilab o'rganib qo'ysangiz, 37-savol imtihonda anchagina yuqori ball beradigan misol hisoblanadi.